Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. İstanbulning Silivri'da Sharq Turkiston majlisi. Xitoyning qattiq bostirishidagi Sharq Turkistonning Korli shahridagi nüfus zo'r darajada ozayib ketgan. Dekabr oyida Uyg'ur masalasi bo'yicha xalqaro qo'lga keltirilgan natijalar. Xitoyning bir qism o'lka shaharlarida Rojdestvo bayrami o'tkazish cheklandi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 25 dekabr Silivri Puqralar tashabbusidagi Yashar Kamal ko'rgazmaxonasida uyushtirilgan Sharq Turkiston majlisi Tuguva tashkilot raisi Hasan O'zanning riyosatchiligida Tuguva boshqaruv hay'ati a'zosi Musa Aksu apandimning mo'ngli qiroati bilan boshlandi. Aliyat Demokratiya Sol partiyasi Silivri nahiya raisi nomzodi Yetigin Chavdar apandimning so'zlari bilan davomlashdi. Yetigin Chavdar so'zida qaytadan bir vujud bo'lishimizning kerakligini, butun farqlarimizni tashlab bir va barobar bo'lib kuchlanishimiz kerakligini, Sharq Turkistondagi zulmlarni faqat Turkiyaning to'xtata oladiganligini aytdi. Arkadan Selimpashaq joylashgan O'quv Uyg'ur bilik yurtining qo'rg'uvchisi Abdug'ani Qutubi ota-onalari jazo lagerlariga so'langan va Sharq Turkistonda shahid qilingan yetim bolalarning turayotgan yurt va qilayotgan faoliyatlarini tanishtirib o'tdi. Arkadan Sharq Turkiston tashkilotlar birlik raisi Hidayatulloh O'g'izxon apandi bir soatlik so'zida Sharq Turkistonning butun ahvolini tafsiliy tushuntirdi. Oxirida Silivri Oq partiya nahiya raisi Mutlu Bo'zo'g'li Hidayatulloh O'g'izxon apandimga sovg'a taqdim qildi. Faoliyat oxirlashgandan keyin nahiya mudiri Isa Ag'lam, Ma'arif sho'ba mudiri Erdal Aslan, nahiyalik Oq partiya raisi Mutlu Bo'zo'g'li, Saodat nahiya partiyasi raisi Kadir To'kali, nahiya Yindan Rifah partiyasi raisi Akram Axtash, İHA insoniy yordam rahbari raisi Mikail Yildirim, Qizilay sho'ba raisi Yunus Amra Qilich va ko'plagan tashkilot raislari bilan birlikda xotir rasmga tushdi. Erkin Osiyo radiosi xabarida Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi keng ko'lamli tutquni boshlangan yaqin 3 yilda Korli shahrining nufusi zo'r darajada ozayib ketgan. Angliya Moliya vaqti gazetining xabar qilishicha, Sharq Turkistondagi qattiq bostirish nurg'un Xitoy fuqarolarining ichki o'lkalarga qaytib ketishi shundaqla yerlik iqtisodning qattiq buzg'unchilik uchrashini keltirib chiqargan. Korli shahri atalmış Uyg'ur avtonom rayonidagi ikkinchi cho'ng shahar bo'lib, yaqinqi yillarda bu joy Xitoydagi neft, tabiiy gaz shirkatlarining asosli bazasiga aylangan. Moliya vaqti gazetining xabarida ilgari surilishicha, Xitoy hukumatining yaqinqi 3 yil ichidagi bostirishida Korli shahrining nufusining yarmi ozayib, burunqi 500 mingdan 600 minggacha bo'lgan shahar nufusi hozirgi 200 mingdan 300 minggacha bo'lgan songa tushib qolgan. Xabarda Korli shahridan ayrilgan bu nufusning ko'p qismi Xitoy neft shirkati tomonidan barpo qilingan Xitoydagi eng cho'ng neft bazasining jalb qilishi bilan kelgan Xitoy ko'chman fuqarolar ekan. Lekin xabarda shahar nufusining yarmining ozayib ketishida lagerlarga olib ketilgan yerlik Uyg'ur nufusining qancha persentini tashkil qiladiganligi, shundaqla buningda doimlik yoki oq nufusining ko'zi tutilganligi aniq ta'kidlanmagan. Xitoy taratqullarining ilgari surishicha, Korli shahrida 400 ming oq nufus yashaydi ekan. Moliya vaqti gazetining xabarida Xitoy doiralarining oz deganda 3 milliondan ortiq Uyg'urni tutqun qilishi, nurg'un joylarni odamsiz ezitqi shaharlarga aylantirib qo'yganligi, buning yerlik iqtisodga qattiq buzg'unchilik qilganligini ta'kidlagan. Xabarda naql keltirilishicha, 2016 yildan beri Korli shahri joylashgan Bayongulan oblastida muqim mulk silingan mablag' 4 milliard 70-80 million dollar, uy mulk taraqqiyoti 734 million dollar azaygan. Bu yil dekabr oyida Uyg'urlar to'g'risida orqa-orqadan vujudga chiqqan voqealar jazo lagerlari masalasini dunyoga yana keng tanitdi. 2019 yilning oxirida, ya'ni dekabrning oldikeyinda dunyo miqyosida Uyg'urlar va jazo lagerlariga munosabatlik bir qism zo'r hodisalar vujudga chiqib, xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonga bo'lgan diqqat e'tiborini zo'r darajada kuchaytirdi. Oldi bilan 3 dekabr kuni Amerika Qonun palatasida Uyg'ur 2019 nomli qonun loyihasining ma'qullikdan o'tishi bo'ldi. Bu qonunning ma'qullanishi xalqarada Xitoyga berilgan ajallik zarba, Uyg'urlar qilingan zo'r hassadorlik deb ta'riflandi. Xalqaro matbuotlar buni bas-basda e'lon qilib qolmay, Xitoy taratqullari bunga qarshi ko'plagan norozilik inkoslarini bildirdi. Hatto atalmış Uyg'ur avtonom rayonining qo'rchoq raisi Shuhrat Zokir lagerdagilar o'qish bitirib uyga qaytdi, ishga o'rinlashdi degandek yolg'on bayonotlarni e'lon qilishga majbur bo'ldi. İkincisi, Xitoyning jazo lagerlari siyosatiga munosabatlik 403 patlik maxfiy hujjatlar bilan Xitoy telegrammalarida atalgan 24 patlik yana bir maxfiy hujjati oshkorlangan. Dunyo jamoati bu maxfiy hujjatdan Xitoy hukumatining 2014-yildan boshlab maqsadlik planli holda jazo lagerlarini ta'sis qilib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq musulmon millatlarni tubdan yo'qotish yoki osmonosiya qilib tugatishdek g'ayri insoniy muddaolarni ochiq ko'rib yetdi. Hamda Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy va madaniyat qirg'inchiliklariga oshkor noroziliklarni bildirishga boshladi. Üçüncüsü Germaniyalik dağınlıq futbol çolpini Mesut Özil'ning 13 dekabr kuni e'lon qilgan Sharq Turkiston haqidagi chaqiriqi zo'r zilzil paydo qildi. U Sharq Turkistonga salom nomli mazkur chaqiriqida Xitoy zulmini tilga ilib, bu zulmlarga sukut qilayotgan, ko'z yumayotgan musulmon dunyosini ayblagan. Millionlagan masonlar bo'lgan bu to'pchining chaqiriqi butun dunyoda zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoga o'xshash mashhur shaxslar uning nidosini qo'llagan.
To'rtinchisi Yevropa Ittifoqining eng oliy mukofoti bo'lgan Sakharov mukofotining Xitoy turmisidagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtiga berilishi bo'ldi. 18 dekabr Yevropa Ittifoqining Strasburg shahridagi markazida o'tkazilgan 750 parlament a'zosi qatnashgan hashamatli marosimda tarqatilgan mazkur mukofotni Ilhom To'xtining qizi Javhar Ilhom topshirib olgan. Sakharov mukofotining Ilhom To'xtiga berilishi dunyoda zo'r ta'sir qo'zg'ab qolmay, Xitoy hokimiyatini qattiq bearam qilgan. 5-si 19 dekabr Yevropa parlamenti Uyg'urlar va jazo lagerlariga munosabatli 20 moddalik qarorni qabul qilgan. Mazkur qaror Yevropa Ittifoqiga a'zo 28 davlatning Xitoyning jazo lagerlari siyosatiga qarshi eng kuchli inqoz sifatida butun dunyo taratqullarining qiziq temasiga aylangan. 2019 yilning xotimasida vujudga chiqqan bu voqea hodisalar xalqaro axborot vositalarida zo'r diqqat qo'zg'ab qolmay, uzundan buyon og'ir ruhiy besim ostida yashab kelgan muhojiratlik Uyg'urlarning kuchli diqqatini qo'zg'agan va ularni suyundirgan. Uyg'urlar ijtimoiy taratqularda bu 5 cho'ng voqea haqida bas-basda fikr bayon qilishmoqda. Amerika ovozi agentligining 24 dekabrdagi xabarida Xitoyning bir qism o'lka shaharlarida Rojdestvo bayrami o'tkazishni cheklaganligi e'lon qilindi. Xitoy hukumati partiya a'zolarini boshlamchi bo'lib, Jonxo an'anasini joriy qildirishga, ajnabiy bayramini o'tkazmaslikka chaqirgan. Hong Kong mediasida Rojdestvo bayrami yetib kelishdan burun Xunan, Yunnan qatorliq o'lkalarda yerlik amaldorlar partiya a'zolari va fuqarolarga buyruq tushirib, boshqalarni do'rab g'arbning bayramini o'tkazmaslik kerakligini buyruq qilgan. Xitoyning har qaysi o'lka shaharlarida xalq hukumati qatnash tartibi va bexatarlikni va boshqa bahona sabablar bilan tijorat xarakterli ko'ngil ichish so'rovlarda Rojdestvo bayrami o'tkazishni cheklab uqtirish chiqargan. Xiloflik qiluvchilarning qonun bo'yicha tutqun qilinganligini eskartgan. Uqtirishning 5-moddasida partiya a'zolarining boshlamchi bo'lib, ajnabiy bayram o'tkazishni cheklashga, an'anaviy bayramlarni mollashtirib, rangaranglashtirib, partiya a'zolari stilini tiklashga chaqirgan. Xitoy medialarining e'lon qilishicha, Guangdong, Henan, Sichuan qatorliq o'lkalardagi Xitoy xristian oilalarining cherkovlarida faoliyat qilishi cheklangan. Hong Kong radio televiziyasining e'lon qilishicha, Beijing qatorliq shaharlarda hukumat ruxsati bilan ochilgan cherkovlarda bunday cheklash bo'lmagan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Alloh qamoqda.